أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz o'quvchilar, oldingi darsimizda fiqhul avlaviyatning muhimligi, ahamiyati va uni haqiqatan tushunish tegishlik ekanligi to'g'risida so'zlab o'tgan. Va bizning bugungi kundagi islom ummati mayli onun ulamoları bo'lsin va mayli umumiy musulmonlar bo'lsin, avlaviyat tushunchasiga intayin ehtiyojligi va buni bo'lishning zarurligi haqida to'xtalib o'tgan. Chunki islomning amallari, ahkomlari va buyruqlari, taklifatları hammasının mertebesi, derecesi o'xshamaydigan bo'lg'achqa va uning orasidagi farq zo'r farq bo'lg'achqa chuqur musulmon o amallar, taklifatlarni ado qilishda har birini o'zining o'rnida qo'yib turib ado qilish kerakligi. Agar musulmon uni bilmagan chig'ida farzlarni, nafllarni oldiga o'tkazib qo'ydigan, farzi kifoyani farzi aylining oldiga o'tkazib qo'ydigan, sunnatlarni, vojiblarning oldiga o'tkazib qo'ydigan, kelgusidagi farzni bugunning farzliga oldiga o'tkazib qo'ydigan va hokazo mana shunday ahvollar kelib chiqadigan bo'lg'achqa chuqum ummat amallardagi tartibni bilish uchun avlaviyat tushunchasini bilmasa bo'lmaydiganligi haqida biz to'xtalgan edik. Va uning natijasida bir turkum kishilarning haqiqatan bak ibodatlarda, harekatlarda üstün qilib, ba'zilarning amallarning shoxchilariga bak ahamiyat berib, asli yıldızlık masalalarni tashlab qo'yganligi, zayo qilib o'tganligi, ziyon yetkazganligi, yana ba'zilarning bo'lsa bir ibadatga bakroq ahamiyat berib ketib, boshqa ibodatlarni inkor qiladigan yoki unga mutlaq e'tibor bermaydigan darajada bo'lib ketganligi, bir turkum musulmonlarning bir turkum ibodat kila esini bilib, shu ibodatni qilmagan va yoki umumiy boshqa ibodatlar bilan shug'ullanganlarni ayiblaydigan, dushman tutadigan darajada yetganligini biz darsimizning oldingi qismida deb o'tgan. Bugun avlaviyat fiqhining boshqa turlariga chetiladiganligi, bog'lanadiganligi, chuqum avlaviyat fiqhisini bilish bilan birga yana boshqa, masalan, maqosidu shari'a, shariatning maqsadlarini tushunish, bu fiqhun nusus, naslarni tushunish, bu fiqhisi, fiqhul voqi yoki mujtama, jamiyatni, reallikni tushunish fiqhisiga chetiladiganligi to'g'riliq biz so'zlab o'tamiz. Fiqh degan bugungi bir zamonda kishilar buni bir maxsus biror fanga ishlatgan bo'lsa-mu, ama bu
tushuncha, ya'ni cho'nqur tushunish, tigidin tushunish, har bir masalani umumatan tushunishning o'zini fiqh deb atalgan. Şu bugün dersimiz bu evleviyat fiqhisinin fiqhul muvazanat, seliştiriş fiqhisqa alaqısı degan temadan başlaymiz. Fiqhul evleviyat fiqhinin başka türleriga yuqorida deyilgandek fiqhul muvazanat, fiqhu maqasidi şeria, fiqhul vaqi, fiqh nusus degan bu fiqhlarga chetiladiganligi. Bu fiqhlarga chetiladi. Biz o fiqhlardan nurg'un narsalarga buningdan burun yozgan kitoblarda agalandirdik. Fahuva yertabitu bi fiqhil muvazanat. O fiqhul evleviyat fiqhul muvazanatqa bağlanıdı, çetilidi. Yani seliştiriş fiqhisi. Yani nimenin muhimligi, zürürligi, aldınqı urunda qo'yashga tegishli ekanligini bilish uchun oldi bilan seliştirish ne bilish kerak? Uni normallashtirishni bilish kerak va uni bir muvozanat tanfuligini bilish kerak. Men muvozanat fiqhisi, seliştirish fiqhisi to'g'riliq islom harakatining avvalgi qiladigan ishlari degan kitobimda so'zlagan Shayxul Islom Ibn Taymiyaning bu haqdagi unumli manfaatlik so'zini naql qilgan. Agar fiqhul muvozanatni atrofliq to'liq tushunay desanglar, Avlaviyatul Harakatul Islamiyya degan kitob bilan Shayxul Islomning shu maqolasiga murojaat qilsanglar, buni tafsiliy tushunisizlar. Fiqhul muvozanat asoslangan muhim omillar. Birinchi, fiqhul muvozanat manfaat, foyda yoki shariatda yo'lga qo'yilgan yaxshi ishlarning birisi bilan seliştirish buning asoslanadi. Foydalarni selishtiradigan gap, yaxshi ishlarni selishtiradigan gap. Ikkinchi, shuningdek ziyonlarning arasini yoki shariatda cheklangan yomon ishlarning arasini ba'zisini yani birisini seliştirish. Üçüncü, hem yaxshi ishlar bilan yomon ishlarning yoki yaxshiliklar bilan yomonliklarning arasini seliştirish. Agar u yaxshi ishlar bilan yomon ishlar bir-biri bilan to'qnashib qarama-qarshi kelib qolgan chog'ida. Mana bu 3 turga bölünüdü ve 3 turga ayrıldı. Çokum menfaat mı? Okşaş bulmaydı. Menfaatning çoğ menfaat, küçük menfaat, bugündeki neh menfaat yoki bundan keyingi davomlashadigan menfaatga aylanadi. Ziyon mı? Bugünkü neh ziyon mı? Ya kelgusidagi ziyon mı? Kichikroq ziyon mı yoki cho'ngroq ziyon mı? Buningga ayrıladi. Yaxshilik bilan yomonlik o'tirisida yaxshiligi ko'pmi, yomonligi ko'pmi? Yaxshi tarafi ko'pmi, yomon tarafi ko'pmi? Bu to'qnashib qilib ikkisining birisini qilish to'g'ri kelib qolgan chog'ida yaxshi taraf bilan yomon tarafini selishtirish bu fiqhul muvozanatning asosli muhim omillari. Hamda insonning hayoti 3 narsani asos qilgan. Birinchi, zurriyat deydigan bir gap bor. Zurriyat degan nima desa, insonning hayoti uningsiz bo'lmaydigan. Yani hayat
onunsiz bo'lmaydigan ishlar. Masalan bu nimalardan iborat? Birinchi din. Din bo'lmaydi ekan, insonning hayotining ne ahamiyati, ne qimmati mutlaq inson bo'lganligining hech bir manfaati bo'lmaydi. O balkim hayvondan battar uyga tushib qoladi. İkinci din, can. Üçüncü evlat. Dördüncü akıl. Beşinci mal. Bazen ulamalar altı kılıp obro'y deganni qatib qo'ygan. Chunki insonning obro'yi, jamiyatdagi inovati o insonning bir jini o. Jini. Shuning uchun mushu 5 narsa insonning hayotida bo'lmasa bo'lmaydigan, hayot ininsiz bo'lmaydigan narsalar. Mushuning orasida to'qinish kap qolsa, din bilan jon o'tirisda, jon bilan avlod o'tirisda, avlod bilan mal o'tirisda, mal bilan aql yoki obro' o'tirisda tanlash to'g'ri kap qolsa tanlanadi deganidek 3 ga bo'lingan. Hojiyat degan yashash uchun zodi u bo'lmasa bo'ladigan, ammo qiyinchilik, jafo, mushaqqat bo'ladigan. Xuddi buning bir misoli mashinasi bo'lmasa bir odamning, ammo piyodami mang'ili bo'ladigan va o'xshagan bir ahvol bu. Piyoda minib yoki boshqa mashinalar bilan minib qig'ili bo'ladigan, ammo qiyinchilik bor. Uchinchi birisi tahsiniyat, ya'ni bu bir zinnat, go'zallik, yaxshi bo'ladigan, bu bo'lmagan bilan hayot azroq qiyinchilik bo'lsa-mu bo'ladigan taraflar. Mana bu shunda taraflarda shariat nima deydi degan buni asos qilamiz. Chunki islom ikki narsaga ustiga qurilgan. Birinchi, bandalarning, ya'ni odamlarning manfaatini qo'g'dash, manfaatini himoya qilish va odamlarning manfaatini asos qilish. Ziyon tarafini to'sish, cheklash va ziyonliq ishlarni saqlash ustiga qo'yilgan. Bu manfaat dunyo va oxiratlik manfaat, dunyo va oxiratlik ziyon. Ba'zisi dunyo va oxiratlik, ba'zi dunyolik, ba'zi oxiratlik. Mana bu shunday manfaatlar. Shariat asosan mushu ishlar ustiga qurilgan. Shuning uchun bu haqda kelgan taklifotlarning o'ttirisida tanlash masalasida buni selishtirish to'g'ri keladi. İkinci, el-muvazana beynel masalih ba'daha ba'z. Yaxshi manfaatlarni bir-birini selishtirish. Birinci kısmında biz hazır ikkiga bölümümüz masalih kısmısı, yani menfaatler kısmısı. İkincisi mefasit kısmısı. Üçüncüsü menfaat bilen ziyan oturuşu kısmısı. Hazırda birinci kısımda menfaatlerin küçük, çoğu, nek, kelgüsüdeki menfaat diyen asasda. İkincisi de ziyanның naq bugünkü kelgüsüdeki ziyan, çoğun küçük ziyan. Üçüncü kısmında bir narsenin özüdeki menfaat bilen ziyan, menfaati çoğun mu, ziyni çoğun mu? Müşahide toxtalımız. Şuna dersinin 5'de bu haqda düşünceni verdim. Bunu abdan aydınlaştırıp, yaxşı düşünülüp bulğandan keyin dersdeki keyniga yürüşsek, bu dersini düşünüş kolay buludu valla. Birinci kısmında, yani menfaatler kısmında şeriat bükütken menfaatlerinin bir derecede, bir mertebede emasligini tapımız. Belki o menfaatler usul ilmaları bükütkini de asaslık 3 mertebe, 3 derece.
zürriyat, haciyat, tahsiniyat. Zürriyat degan eningsiz hayat bo'lmaydigan narsa. Haciyat degan eningsiz yashash mumkin, lekin mushaqqat, qiyinchilik bilan. Xuddi bir yerga safar qilasiz, u yerga safar qilsangiz, moto bilan qilsangiz bo'ladi, mashina bilan qilsangiz bo'ladi. Minib basangiz bo'ladi. Ammo minib berish qiyinchilik, moto bilan berish qiyinchilik, lekin hal qilg'ili bo'ladigan. Tahsiniyat degan hayotni zinnatlaydigan va uni go'zallashtiradigan. Buni biz urfida kamaliyat, mukammal, to'liq degan bilan ataymiz. Fiqhul muvozanatini, selishtirish fiqhisi, tuvanda avlaviyat fiqhisi. Bu bizdan nimani talab qiladi? Zurriyatni haciyatga uning oldini qo'yishga, tahsiniyatga, ya'ni güzellashtiradigan, mukammallashtiradiganga bakroq oldini qo'yishni talab qiladi. Haciyatni bo'lsa güzellashtiradigan, mukammallashtiradigan tarafga oldini qo'yishni talab qiladi. Endi bu yerda 3 ga bo'lib zurur taraf, hayot iningsiz bo'lmaydigan. Haciyat, hayot iningsiz bo'ladigan, lekin mashaqqat bilan bo'ladigan. 3-chi mukammallik tarafi degan buni tushungandan keyin zurriyatmi o'zida farqli. O'zida farqli. U ulmolar deganidek 5 ga bo'linadi. Din, jon, yani jon, nesil, avlod, urug', aql, mal, ba'zilar buningga 6-sini qatib qo'ydi. O obro'y. Demak bu haciyat, bu 5 zurriyat, bu 5dan tarkib topadi. Bu 5ni to'liq tushunishinglar kerak. Qanday musulmon bo'lsin, bu cho'qim tushunib oladi va dunyodagi har bir soha mana bu bo'yicha ma'noda. Din bu zurriyatlarning birinchisi ve muhimidir. Din başka her türlü zürriyatlarının oldida turadi. Hatta canning mu oldida. Agar bir odamning dini bilan jini o'tirsa tanlashda to'g'ri kelib qolsa, dindan yonamsa, aqidangdan voz kechamsa, Allohni inkor qilamsa yoki jiningni saqlamsa deyilsa, albatta u jon u din uchun qurban qiladi va u din yo'lida shahodatni tanlashga shariatning hukmi tayin topadi. Ammo dindan voz kechib, dinni inkor qilib, dindan yuz o'rib yoki dinini tenib, jinini saqlab qolishga bo'lmaydi. Chunki u vaqtda din dunyo va oxiratlik manfaatni vujudga chiqaradi. Ammo dindan voz kechsa, vaqtlik manfaatga, vaqtlik tirikchilikka uchragan bo'lsa-mu, ammo abadiy bo'lgan ziyonga va abadiy bo'lgan halokatchilikka duch keladi. Shuningdek jon onundan boshqalarning oldida qo'yiladi, muqaddam qilinadi. Masalan, bir insonning millidan hamidan ketishga bo'ladi, jinidan ketishga bo'lmaydi. Agar tanlash to'g'ri kelib qolsa, bola bilan o'zini o'tirisini oldi bilan o'zini tanlaydi. Xuddi buning bir misoli, bir ayol opres qilinmoqchi tug'ish uchun, ammo o ayolning bolasini elevatmay ayolni saqlag'ili olmaydigan, ikkilisini saqlag'ili bo'lmaydigan bu qolsa, ayolni saqlab qiladi, bolacha qurbon beriladi. Mana shunga o'xshagan. Manfaatlarni o'xshash emas dedik oldimizda. Manfaatlarning orasini selishtirishda jazmi bo'lgan manfaat gumon qilinadigan yoki mavhum manfaatning oldini qo'yiladi.
bu aldıda qo'yiladi. Xuddi bugun 10 ko'y ya 20 ko'y jazma bor. Ammo erta 100 ko'y, 1000 ko'y vahmi bor. Bu qolsa ertadikini deb ma bugungi maslahatni voz kechishga bo'lmaydi. Cho'ng maslahat, kichik maslahat, ya'ni cho'ng manfaat, kichik manfaatning oldiga qo'yiladi. Jamoatning manfaati shaxsning manfaatining oldiga qo'yiladi. Ko'pning manfaati ozning manfaatining oldiga qo'yiladi. Davomli bo'ladigan manfaat o'tkuncha yoki uzilib qoladigan manfaatning oldiga qo'yiladi. Asosliq, negizlik manfaat shakldagi va qo'shimcha manfaatning oldiga qo'yiladi. Kelgusidagi kuchli manfaat naf ojiz bo'lgan manfaatning oldiga qo'yiladi. Mana bu 6 xil turlik 7 xil turlik masalihni biz bilib olishimiz lozim. Buni bilib shu xil shaklda selishtirish, berish orqali avlaviyat, shu muhim va birinchi qilish tegishli ishlarni biz tepib chiqamiz. Hudaybiya sulhida Payg'ambar alayhissalatu vassalam negizlik, asosliq manfaatlarni va kelgusi xarakterlik manfaatlarni ba'zi insonlar esilib olgan shakl, xarakterlik itiboratlarni va manfaatlarga g'olib qilganligini ko'rdik. Shu vajidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shartlar ichidan birinchi qitimda musulmon jamoatiga zulm qilish, badab gumonlanadigan yoki xorliq, tuvallikka rozi bo'lish deb gumonlanadigan shartlarni qabul qildi va kelishimning hujjatidan bismillahni o'chirib o'tishga rozi bo'ldi va uning o'rniga bismikallahumma yozishga rozi bo'ldi. Ulug' payg'ambarimning ismiga choplashib keladigan risolat Muhammadur Rasululloh degan risolat sifatini tashlab Muhammad ibn Abdullah degan ismga kifoyalanishga rozi bo'ldi. Nimishqa desa, shu sulhning oqsidan da'vatni yeyish, dunyoning podshohlariga xitob qilish uchun bo'shang'ili vaqt ajratdilar. Buni Qur'oni Karim Fath Mubin deb ataganligida hayron qilishga bo'lmaydi. Buni haqda misollar ko'p. Chunki urush, ziddiyat davomli oz bir jamoaning ko'p bir jamoa bilan, ojiz bir jamoaning kuchli bir jamoat bilan elib borayotgan harakati u taraqqiy qilmaydi, yeyilmaydi va u kelgusiga yuzlanmaydi. Shuning uchun bundaq bir vaqtda qanday qilish kerak? Sulhilish kerak, kelish kerak, ya'ni kelgusi xarakterlik, kuchli bo'lgan bir manfaatni ro'yobga ochish uchun bu vaqtda to'xtash kerak. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kelgusi xarakterlik, asosiy javhariy bo'lgan manfaatni shakldagi manfaatlarga g'olib qilganligini biz ko'rdik. Ikkinchisi buzuqchilik. Buzuqchilikga o'xshamaydi. Buzuqchiliklar yoki ziyonlarning birisini selishtirish. Ziyonmi? Kichik ziyon, cho'ng ziyon. Bugungi ziyon, kelgusidagi ziyon. Bu buzuqchilikmi? Bugungi buzuqlik, kelgusidagi buzilish yoki cho'ng buzilish, kichik buzilish deb bir necha turga bo'ladi. Buni misolashtiradigan gap. Ikkinchi qismida, ya'ni buzilish, ziyonlar, biz uning shuningdek masalih, foyda, manfaatlar farqli bo'lgandek farqli ekanligini topamiz. Zürür bo'lganda bekor qilib o'tadigan ziyon
hacı ihtiyaclıkını bika kılıp ötüdüğünden başka buludu ve güzelleştiriş, mükemmelleştirişni bika kılıp ötüdüğünden tekimi başka buludu. Bir ziyan var. Zürriyatını yok kılıdığın. Bu haciyatını yok kılıdığın okşamaydı. Haciyatını yok kılıdığını, tahsiniyatını yok kılıdığın okşamaydı. İktisatka ziyan salıdığın buzukçuluk, canlı ziyan salıdığın buzukçulukun tüyünde. Mana bu akidege, dingi ziyan salıdığının ki tekimi tüyünde. Eğer bir adam bir oğur onu tutuverdi, ya ki qaroqchidan birisi onu tutuverdi, onu tutuvagan çağda o qaroqchiga qarshi turib o'zininki melini saqlab qololsa, texi yaxshi. Agar melini saqlab qololmay u yerda molni deb o'ladigan holda bo'lib qolsa, o vaqtda melini berish bir ziyon, ama jinini berish yana bir ziyon. Bunda bo'lganda ikkinin biri jinini bermay, melini berdi shariat. Ziyonlar hajmi, ta'siri, xatiri bu farqli. Yani ba'zi ziyon cho'ng, kichik ziyon deyiladi. Ba'zi ziyonlarning ta'siri o'ziga, oilasiga, avlodiga yoki kelgusichilik bo'ladi. Ba'zi ziyonlarning xatiri ig'irroq, yengilroq bo'ladi. Mana bu shundoq xatar, hajm, ta'sir jihatdami o ziyonlar bir-biridan farqlanadi. Bu jihatdan fuqarolar bu ziyonlarning ziyonlarning muhim hukmlari uchun qoida bekitdi. Onun qatoridan la zarara va la zirar. Yani ziyon selishmi yo'q. Başkalarına ziyon salsang bo'lmaydi. Ziyon tortishmi yo'q. Ziyanını sanmaysa, ziyanını tatmaysa. Ziyan imkan kadar yok kılındı. Ziyandan imkan kadar kaçadığın yer. Ziyan özüge okşaydıgan ziyan bilen ya onundan çoğrak ziyan bilen yok kılınmaydı. Bir ziyan, o ziyanga karşı turumuzda yeni şunda ziyan ya onundan çoğrak ziyan tasak olmaydı. Kuddi erikten aklayman deb denizga chiqib bo'lmaydi. Ikki ziyonning yenikroqi, ikki yomon ishning tuvanroqi ishlanadi. Ikki ziyon bo'ldimizda. Ikkining birini qilmay bo'lmagan chaqda yenigini. Ikki yomon ishdan birisi oldimizda. Uning tuvanini ishlashga bo'ladi. Tuvan ziyon yuqur bo'lgan ziyonni to'sish uchun ishlanadi. Xos ziyon umum ziyonni to'sish uchun ustiga elinadi. Yani bir kishiga keladigan ziyon, o'zimizga yolg'iz kishiga olmasa, umumga bo'ladigan ziyon bo'lsa, u ustiga elinishi kerak. Uchinchi, foyda bilan ziyon orasida to'qnashib kelgan chog'da selishtirish. Birer işte fayda bilen ziyan cuguluşup kalsa yoki ziyan bilen menfaat, maslahat degan yaxshi bilen yomon tarafi, foydasi bilen ziyan tarafi cuguluşup kalsa bunun ikkisini shaksiz selishtirish lazım. Hisob yuqorisiga ko'pga. Chunki ko'pga hammaning hukmi bor. Eğer yaman tarafi, buzuk tarafi ko'proq bo'lib qolsa, yuqoriroq bo'lib qolsa, bir ishning manfaatidan yoki u ishdagi yaxshi tarafidan u ishdan to'sish vojib, uning yaman tarafi, buzuk tarafi eshib ketganlik uchun. Uningdagi oz manfaat e'tiborga ilinmaydi. Mana buni Qur'oni Karim haroq qimar meselesinde o Kur'an bu ikisi to'g'riliq so'rg'uchilarga javob bergan chaqda tilga oldi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir
قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Ular sizden harak bilen kımarının hükmüdün soraydı. Halal mı? Haram mı? Paydalık mı? Paydasız mı? Ey Muhammed el-İslam, siz ularga o ikisi çoğun günah ve adamların menfaat mı var? Günahı çoğun. Menfaatin var. Huzuru var. Günahı menfaatidin çoğun. Adam bakanda günahı menfaatidin çoğun olan işini kanda kılış gerek, tosiş gerek, kanda kılış gerek, saklanış gerek. İslam bana bu yana bayan kıpaydı. Aksice, eğer menfaati o çoğun ve yukarı olsa, iş ruhsat kılındı, yolu koyuldu, onundaki az mevcut buzuk terapi itibar kılınmaydı. Bu yerdeki mühim kaydılardan buzuk işini tosuş, yaxşı işini, menfaatlik işini keltirişten burun kılınır. Yaxşı iş kılmasanız meyle. Ama buzman. Buzuştan, buzmağanlıkның özü tüzgenlik. Bunu yeni bir mühim kaide tuluqlaydı. O bolsa mı kiçik ziyan çoğ menfaat üçün keçirib ötüldü. Ötkünçü ziyan daimi menfaat üçün keçirim kılındı. Muhakkak payda, yani ameli bolgan payda, vehmi bolgan ziyan üçün koyup koyulmaydı. Tügümünü dep, tügüdün ziyan tartışıp olmaydı. Yani bunu yaxşı bir karanlan, küçük payda, küçük ziyan çoğun payda üçün keçirim kılındı. Küçük bir ziyanını çoğun payda erişimizde tartışıp buludu. Şeriyet bu. Davamlıq buluduğun bir menfaat üçün ötkünçe ziyan keçirim kılındı. Cezmi bolgan, muhakkak bolgan menfaat, vehmi bolgan ziyan üçün taşlap koyulmaydı. Hemimizge malum seliştiriş kısmının çoğun ehmiyeti var real turmuşumuzda, ameli turmuşumuzda çok ehmiyeti var. Bulup mu şer'i siyaset babında. Çünkü şer'i siyaset özünün kurallarını başkuruş asasen buludu. Bu tıkhul evliyat için bek muhim bu, bek ehmiyetlik. Şunlaşka yukarıda degендek paydalarını, ziyanlarını, payda bilen ziyanın arasında. Bu üçünü bölüşümüz gerek. Biz üçü böldük bu. Birinci dünyadaki iş paydalar, küçük çoğu, otur hal. İkinci ziyan, küçük çoğu, nah kelgüsüdeki. Üçüncü bir işin özüyle hem payda hem ziyan tarafı. Bunun xuddi bir hül nesini kurutqanchaqda quruq tarafı artıq mı, hül tarafı mı? Bekrak hülmeken, bekrak quruq meken? Mana bu üç asasda hayat davamlaşıdı. Ama bu paydalarımı bir neçe qilga bölünüdü, yuqarıda degендek, ziyanlarımı bir neçe qilga bölünüdü, yuqarıda degендek, payda ziyanını çoğun kichiki, yani bugün kelgüsü buludu. Mana bunu to'liq bölüşümüz lazım. Bunu bilgenden keyin muvazanat kısmını oturup koymuş, yani seliştiriş gerek. Anından keyin evleviyat kısmı bunun da özünün rolünü ada kılalaydı. Emdiki mesele payda ziyanını qandaq ölçeymiz? Her bir adamın aklı, her bir adamın ideyisideki payda mı, ziyan mı, yaxşı mı, yaman mı, ya bunun bir ölçeydiğen nimisi bağ mı, ölçümü bağ mı, mizanı bağ mı, bunu bir tunuşumuz lazım.
Çünkü dünyada hazır hem millet ya hem devlet ya hem adamlar paydalık iş kıldı, yaxşı iş kıldı, davatıdı, ziyan buluduğun ya ki yaman buluduğun işte kıldık demeydi. Şunun için bu payda ziyan, yaxşı yaman ne bektidiğin bir ölçemini tanış gerek. De bugün yaxşı bilen yamanını kandak tanıyımız. Ahmiyet verildiğin yaxşı işler ya dünyalık yaxşı iş ya ki ahiretlik yaxşı iş ya ki dünyalık menfaat ve ahiretlik menfaat hem. Şunun okşaş şek şüphesiz ziyan mı? Dünyalık ahiretlik okşaş. Dünyada mı ahirette ziyan tartıdığın bir işin neticesinde. Ya ki ahirette ziyan tartmaydıgan, dünyada ziyan tartıdığın. Ya dünyada ziyan tartmaydıgan, ahirette ziyan tartıdığın. Bunu yaxşı bilişimiz lazım. Ve kullun minha her biri bu yukarıdaki işlerden onun akıl ya şeriat ya her işkilistin tunuşunun bir yolu bağlıdır. Vallahi. Yani bugün bek mühim bolğanlyk üçün tekrar deyman. Bu yaxşı yaman payda ziyanını dünya ahiretlik bir iştin sebebi bilen dünya ahiretlik payda, dünya ahiretlik ziyan. Ya ki dünyalıkta yaxşı, ahiretlikte ziyan. Ya ahiretlikte yaxşı, dünyalıkta ziyan. Bunun arasını ayrılışımız lazım. Xuddi bir misal, bir insan Allah'ın dini için kesse, o dünyalıkta ziyan buluş mümkün. Ama ahirette yaxşı. Ya ki onun için dünya ve ahiretlik menfaatlik buluş mümkün. Adalet berpa buludu, zulüm kötülüdü. Bu bir paydası, ahirette bir paydası buluş mümkün. İbn Abdüssalam'ın sözü. İmam İzzuddin Abdüssalam yaxşılar bilen yamanlıkla tunuluduğun ve onunki farkı hakkında tefsili sözledi. Bu kişi bu yerde özünün kişilerin menfaatini tunuştaki hükümler kaidesi namlı kitabını diyen neyse bek yaxşı neyse. Dünya yaxşılıklarının ve onun buzukçılıklarının köpüncüsü akıl bilen tunuludu. Dünyadaki yaxşı yamanının payda ziyanının köpüncüsü akıl bilen tunuludu. Ve zalika şu şeriatның köpüncüsüdür. Çünkü akıllı kişiye şeriat kelişten burunmu gan menfaatlerini kolgu keltiriş, gan ziyanını tosuş, insan özüdün ve özgülerden maqtılıdığan yaxşı işkenliki məhbi emas akıllı kişiye. Ve menfaatlerinin küçükrakını, anındınkin küçükrakını aldığı koyuş, maqtılıdığan yaxşı iş. Ziyanlarının ziyanrakını, anındınkin ziyanrakını tosuş, onu maqtılıdığan yaxşı iş. Küçlük paydını tüvenrakının aldığı koyuş, maqtılıdığan yaxşı iş. Küçlük ziyanını, yani igir ziyanını tüvenrak menfaat tosuş, tüvenrak menfaat üstüge maqtılıdığan yaxşı iş. Şeriatның mı talebi bu, akıllның mı talebi bu. Akıllı adam şunda, akıllı da yukarıda gelgende. Şuna şer'en akıllan ikisinin yolu bir. Hükümala, danala şunun birlikte geldi. Şunundaki şeriatlarını, kanlarını haram kılış, çekleş, zina fahişelerini haram kıl çekleş, mal iktisatlarını çekleş, abrurlarını qoğdaşqa birlikte geldi.
afzalroqini, aningdan keyin afzalroqini so'zlardan, amallardan hosil qilishga birlikka keldi. Shuning gerçi shuning ba'zisida ixtiloflashilsimi. Ko'pincha shunda bo'lishi, ko'pincha shunda bo'lishi barobarlikda, rujhan degan kuchlilikda ixtilof bo'lganligi uchun. Ba'zi chaqda ixtilof bor. Bunda ixtilof bo'lishi ikkisining o'rtasida, ikki ishninki o'rtasi barobarmi, emasmi yoki kuchlilikda o'xshash kuchlikmi, emasmi deganlik uchun. Kishilar barobarlikda gangrab qolib, to'xtab qoladi. Qachon farqda va barobarlikda gangrab qolgan chaqda. Shuningdek, doktorlarmi ikki kasalning ig'irroqini saqaytidi. Bu ikki kasalning tuvanroqining yani bu yerda yetpa'u degan shuningdek doktorlarmi ikki kasalning ig'irroqini qanday qiladi, mudofaa qiladi, qo'g'daydi. O ikki kasalning tuvanroqining qilishini lozim tutish bilan. Tuvini qoladi. Uni dori qilmaydi yoki uni qo'yib qo'ydi. Ikki kasal bor. Birisi ig'ir, birisi yengilroq bo'lsa, oldi bilan yengilroqni qo'yib, ig'irisini qanday qiladi davolaydi. Ikki salomatlikning yuqoriroqini, ikki sog'lomlikning yuqoriroqini qo'lga keltiradi va tunining qo'ldan ketishiga parvo qilmaydi. Puti sinibdi, yuragi og'rib, yuragini afras qilishga yoki mingasiga qon tushibdi. Bunda bo'lgan chaqda putni keyin saqaytib olgani bo'ladi. Ammo yuragini-chi yoki mingasini-chi uni darhol davolasa bo'lmaydi. Shuning uchun tuniga parvo qilmaydi, yuqorisini qo'lga keltirdi. Barobarlikda va farqda gangrab qolgan chaqda to'xtab turdi. Ikkisi o'xshashmi, emasmi, farqi bormi, yo'qmi deb gangrab qolgan qanda to'xtaydi. Ikkisini birisi-birisidan ma'nonga dalilsiz, asossiz yuqorikan, ig'irkan deb ko'tarmaydi. Tibobat shariatga o'xshash, tibobat shariatga o'xshash salomatlik, ofiyatlik manfaatlarini totish uchun qo'yilgan va halok bo'lish, kasallarning ziynidan saqlash uchun qo'yilgan. Shuningdan to'sish mumkin bo'lganlarni to'sish, shuningdan qo'lga keltirish mumkin bo'lganlarni qo'lga keltirish uchun yo'l qo'yilgan. Agar hammani to'sish qiyin bo'lsa, ya hammaga erishish, qo'lga keltirish qiyin bo'lsa, martabalari barobar bo'lsa, tanlaydi. Agar farqli bo'lsa, bilgan chig'ida kuchlik deb qarg'inni ishlatadi, bilinmagan chig'ida to'xtab turadi. Shariatni bekitgani o tibobatni bekitganlar. Shariatni bekitgan Allah o tibobatni bekitgan. Her biri shariat bilan tibobatdan kishilarning manfaatini tatib akilish, saqlash, kishilarning manfaatini saqlash, ularning ziynini qo'g'dash, to'sish uchun yo'l qo'yilgan. Shuna foyda bilan ziyon tarafi teng bo'lganda yoki foyda bilan ziyon tarafi, yaxshi taraf bilan yomon tarafi teng bo'lgan chog'da, uqolmagan chog'da qanday qiladi? To'xtab turadi. Kuchlantirmaydi. Agar tursa, qaysi tarafidan kuchli tarafini bilsa, u vaqtda shu tarafini ishlatadi. Kama la yahillu al-iqdam lit-tawaqquf fi-ar-rujhan fil-masalih ad-diniyya hatta yazhara lahu ar-rad. Shundaqla diniy manfaatlarda kuchligida uningga kuchligi oshkor bo'lgan qadar to'xtab turish uchun qadam bosish halol bo'lmaganidek, shuningdek kuchligida to'xtab turish bilan birga
onun güçlüğü aşkar boğuçilik doktor için mu kadem besiş alal olmaydı. Şunundan köpünce çetnep gittiğini yaxşısı bilen yaxşırakını ziyan bilen igırrakını bilenmeydiğen cahiller çetnep gidiyor. Hakikaten tabiatle şununla yaratılgan. Çünkü o tabiatın, tabiat mı yaman bilen yamanrakını, yaxşı bilen yaxşırakını, yoki yaxşı bilen yamanını ayırıp muamele qilishga yaratılgan. Buningdan faqatla iningga bexissizligi g'alaba qilgan yoki uningga nodonligi eshib ketgan bilimsiz ahmoq bu tabiatdan chiqib ketadi. Hayvonni bo'g'izlashni cheklagan kofirlar shu orqali hayvonning manfaatini ko'zlagan kofirlar o to'g'ridan chatnab ketgan bo'ldi. Çünkü o pes bo'lgan hayvonning manfaatini qimmatli hayvonning manfaatidan yuqori ustun qo'ydi. Agar ular nodonlik, havoyi havasdan xoli bo'lgan bo'lsa, ular yaxshiroqini tuvanroqqa ilgari qilgan satni ishlash bilan to'sqan bo'ladi. Xuddi bir hayvonni qo'g'daymiz deb, ma hayvonning nasli qurib ketadi, hayvonni qo'g'damasak bo'lmaydi deb, hayvonni qo'g'dash badaliga odamni o'ltiradigan ishni qildimi adam? Faman yahdi man adallalloh va ma lahum min nasirin. Allah azdırvatgan kişini kim yetaklaydi, kim to'g'ri yo'l ko'rsatdi, ularga yordam beruvchi yo'q. Qanda bir kishini Allah muvaffaq qilsa, saqlasa, shu ishlarning inchikilariga, kattalariga xabardor qilsa, olim qilsa va uni bildiğinin taqazzası bilan amal qilishga muvaffaq qilsa, u kishi murodiga, maqsadiga yetdi. Bundalı bek az şair وَقَدْ كُنَّا نَعُدُّهُمُ قَلِيلًا فَقَدْ سَارُوا أَقَلْ مِنْ قَلِيلٍ diye biz olanı bek az dep oylaydık, az dep sanaydık. Ula biz oylagan azdın mı bekrak az iken dedi. Şunundek ahkamdaki mujtehidlerimi yukarıda okşaydı. Mujtehidlerden Allah muvaffak kılgan, haktan tayip ketişten saklagan, onu Allah subhanahu ve taala güçlük delilge haberdar kılgan, neticede doğru tapkan kişi, onun ecri niyetine asasen ve doğru tapkanlık asasen buludu. Güçlükne hatalaşkan kişinin aksice, onun ecri niyetine ve İctihadıga asasen bir ecri buludu, hatalıkı ve teyip ketişinin kılınıdı. Şunundan bu iğriyakı usulga alakadar boğan işlada hata gitiş. وَعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيمَ الْأَسْلَحِ فَالْأَسْلَحِ وَدَرْءَ الْأَفْسَدِ فَالْأَفْسَدِ مَرْكُوز فِي تَبَائِعِ الْعِبَادِ. Bilin ki yaxşırakını onundan tüvenrak yaxşısını aldığı ötküzüş, buzuqrakını, ziyanrakını tosuş, onundan tüvenrakını tosuş, adamlarının tabiatida merkezleşken bir iş. Ulağa Rabbul Erbab Ta'aladan qarab, biz bu kitapta çılgınız ağınımızda eğer küçük naiseli baladan birini lezzetlik, tatlık, tamak bilen tatlık rakının arasını tallaşını koysan, çokum o tatlık rakını tallaydı. Eğer ya güzel bilen güzel rakının arasını tallaş koyulsa, çokum o güzel rakını tallaydı. Eğer
pul bilen dirhemning arasida tanlash qo'yilsa, cho'qim u dirhemni tanlaydi. Agar dirhem bilen dinar arasida tanlash qo'yilsa, cho'qim u dinarni tanlaydi. Yaxshisini yaxshirog'ining oldiga qo'ymaydi. Faqat kim yaxshiroqning fazilatini bilmaydigan cahil yoki ikki martabaning orasidagi farqlarga qaramaydigan bilimsiz shaqiy kishi tanlaydi, buni tanlabmaz. Bu tanlamaydi. Mana bu insonning tabiatidagi Alloh markazlashtirayotgan, yugurayotgan bir qobiliyat. Dal mushu xil asosda shariat hükümlerini oturup koydu ve bunun oturusunu ayırış ve farqlantirish uchun avlaviyat fiqhisi, avlaviyat fiqhi chetilib muvozanat fiqhisi bo'lmasa bo'lmaydi. Ama ahiretning fayda ziyonlari o naql bilan, dünyanın akıl ve şer'i bilan tunilsa, ahiretning fayda ziyonlari faqat akıl emas, naql bilan tuniladi. İşkili dünyanın fayda ziyni farqli mertebede. Onundan alisi var, onundan tüyünü var, onundan ali bilen tüveninin oturuş tikipsi var. Bu muttafaqun alayhi bilinadi. Yani hamma birlikka kelgan ve onunda ixtiloflashganga biladi. Yuqur, tüven, o'tirhal hamma birlikka kelgan, ayrılgan bir nechaga bo'ladi. Her qandaq buyurilgan ishda ikkili dunyoning manfaati bor. Yoki ikkisining biri dunyolik manfaat, oxiratlik manfaat bor. Her qandaq to'salgan ishda ikkili dunyolik ziyon bor. Yoki ikkisining birida ya dunyolik, oxiratlik ziyon bor. Kasblardan menfaatning eng yaxshisini qo'lga keltiradigan kasb o amallarning eng afzali. Kasbdan ziyonning eng qabihini hosil qiladigan, keltiradigan kasb o ishlarning razili. İlim, irfan, iman, itiqad, Rahman Taalaga itoat qilishdanmi yaxshiroq baxt saodat yo'q. Dayyan Taala'nı tunumaslıktan, kafir, fasık buluş, asi buluştun mu setrak, biksizlik yok. Ahiretinin sevabı köpünce menfaatinin farklılık buluşuların farklılık buludu. Bu dünyadaki menfaatinin, ahiretteki menfaatinin farklılık buluşuların farklılık buludu. O ahiretinin cezasını köpünce ziyanның farklılık buluşulan farklılık bulundu. Kur'an'ın maksatlarının köpüncesi menfaatlerine erişişke buyuruş ve onun sebeplerine buyuruş. Bu ziyanını işleştin tosuş ve onun sebeplerden tosuş. Şunda boğaçka dünyanın paydı zininin ahiretning payda ziyniga selish to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ahiretning manfaati bo'lsa, mangulik jannat, Rahman Taalaning roziligi va ulug' Alloh subhanahu va taolaning jamoliga qarash bilan birga bu nima degan muqim, go'zal ne'mat. Ahiretning ziyni bo'lsa, mangu o't, Dayyan Taala'nın gazabı, ulug' Allah subhanahu wa ta'ala'nın jamoliga qarashdan mahrum qilishlar. Bu nima degan echinishlik, ig'ir azob. Manfaatlar uch tur bo'ladi. Birinchi mubah, ya'ni ruxsat qilingan ishlarning manfaati. Ikkinchi mustahab ishlarning manfaati. Uchinchi vojib ishlarning manfaati. Ziyon ikki tur bo'ladi. Biri cheklangan ishlarning ziyni, ikkinchisi harom qilingan harom ishlarning ziyni. Mana bu yuqoridagi ishlar intayin muhim ishlar. Buni haqiqatan bir yodilish,
tushunish muhim bo'lgan ishlarning birisi. Yuqorida yaxshi ishlar bilan yomon ishlarni, foyda bilan ziyonni qanday tunuymiz degan haqda buning tunishning yo'llarini biz bayon qildik. Bayon qilib, yaxshilik ya dunyolik yaxshilik ya oxiratlik yaxshilik ya dunyo oxiratlik yaxshilik yomonlikmi shunda dedik. Bu ikkiga bo'landida dunyo oxiratlik yaxshilik yoki dunyolik yaxshilik oxiratlik ziyon. Dunyolik ziyon oxiratlik yaxshilik bunda. Ikkili dunyoning yaxshiligi va ikkili dunyoning ziyini tunuladigan narsa. Ammo ikkili dunyoning manfaati, uning sabablari, uning ziyonlari o faqat shariat bilan tunuladi. Ikkili dunyoninki. Agar buningdan bir narsa maxfiy bo'lib qolsa, shariatning dalillarini izlanadi. Bu shariatning dalillari kitob, sünnet, icma, müteber kıyas. Yani müteber kıyas deb qo'yishi ijtihad darajasiga yetgan ulamalarning qiyosi bu. Har bir odamning qiyosi, har bir odamning solishtiruvchi emas. To'g'ri dalil talab qilish. Bu istidlol sahih deb qo'yishimi dalilni to'g'ri dalil qila oladigan, to'g'ri dalil ala oladigan kishilarning dalili bo'lishi. Hammadan o'zining aqli, fikri, tunishi, tushunchasi bo'yicha dalil olish bo'lmaydi. Ammo dunyoning yaxshiliklari, sabablari va dunyoning ziyni, fasodchiligi u zürürat bilen, tecrübeli bilen, örf-i adatli bilen, itibarıga elinetkan guman, qarashlar bilen bilinadi. Agar shuningdan bir narsa maxfiy bo'lib qolsa, dalillar orqali izlanadi. Qanday bir kishi munosabatlarni yaxshi bilan yomon, foyda bilan ziyonni bilishni iroda qilsa, ya'ni ikkisining kuchligi, ojizini bilishni iroda qilsa, buni aqliga bir tanlab baqsin. Ininga shariat kelmagan taqdirda, u to'g'riliq shariat kelmagan taqdirda, uningga asosan shu aqlidan chiqargan yakun, tajribaga asosan hukmlarni qurib chiqsin. Hukm فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك. Bu tecrübe, zürriyatlardan birer hüküm asla ketip kalmaydı. Birak Allah onun bilen bendelerini kulçılık kılışka buyurgan ibadete taabbud ile çıkıp gider. Ve ulanı onun maslahatiga, faydasıga yoki ziyniga xabardor qilmagan bu çıkıp gider. Maşa arqılı amellerinin yaxşısı ve onun amellerinin seti bilinadi. Lekin Allah subhanahu azze ve celle Allah azze ve celle'ge yaxşının menfaatini qo'lga keltirish, shundaqla set ishning ziynidan saqlanish bu Allohga vojib emas. Allah'a yaxşını kılamsız, yamanını kılamsız, küçlüğünü kılamsız, acizini kılamsız, o Allah'a münasebetsiz. Allah'ın üstü vacip emez. Şundakla Allah'a yaratış, rızık, teklif, savab, ceza bir iş mi vacip emez ile? Bunda kımısın bulattı? Şunundaki yaxşı yamanının özünü ayırır mısın Allah Teala'ga? Bunda ayırıp vermişsin bulattı. Fakat İşkili dünyanın menfaati erişilidi, setnin ziynidin saklanidi. Allah subhanahu ve ta'ala'nın özünün bendelerine fazla merhamet kılganlık için. Allah fazla merhamet kılıp bizi bunu bildirdi. Ahkam kaideleri degan kitaptın maksat. İmam İbn Abdüsselam kitaptın maksatını bayan kılıp bunda dedi. Bu kitapni tuzishdan maksat
taatlarning foydasi, manfaati, muomalalarning manfaati va boshqa ish-harakatlarning manfaatini bayon qilish bandalar shu manfaatlarga bir erishish uchun shariatda to'salgan muxolifat cheklangan ishlarning maqsadini bayon qilish bandalar oningdan saqlanish uchun shu ibodatlarning manfaatini bayon qilish bandalar o ibodatlarning manfaatidan xabardor bo'lish uchun ba'zi manfaatlarning ba'ziga ilgari qilinadiganligini ba'zi ziyonlarning ba'ziga kechiktiriladiganligini bayon qilish va bandalarning kasbi ostiga kiradiganini o bandalarning uningga iqtidori yo'q ya u bandalar uchun uning qilishga yo'l bo'lmagan bandalarning kasb ostiga kiradigan narsani bayon qilish. Nima bandalarningki abid, ya'ni abid Allah subhanahu va taoloninki kasbi ostiga kiradigan bandalarning iqtidori yo'q, buni bayon qilish. Shariatning hammasi manfaat. Ya ziyonni to'sidi, ya manfaatni saqlaydi va tatbiq qiladi. Siz Allah subhanahu va taoloning ya ayyuhallazina amanu deganligini anglagan chingizda Allah'ning chaqiriqidan kinki vasiyatini bir o'ylanib taqing. U vaqtda siz ne Allah subhanahu va taolo qiziq turayotgan bir yaxshilikni ya sizni Alloh taolo to'sayotgan bir yomonlikni yoki ya qiziq turish bilan to'sish o'tirisidagi bir jug'lashni tabisiz. Ya bir yaxshilikqa qiziq turibdi, ya bir yomonlikdan sizni to'sib o'tibdi. Mushuni tabisiz. Shunga shariat to'sqini bu yaxshilik, buyrug'ini bu yaxshilik, hammasi yaxshilik. Allah subhanahu va taolo o'zining kitobida ba'zi hukmlardagi ziyonni bayon qilib qo'ydi. Ziyondan saqlanishga qiziqtirish uchun. Ba'zi hükümlerdeki menfaatni mi bayon qilib qo'ydi? Menfaatni erishishga qiziqtirish uchun. Bandalar shunday qilsa ekanlar. Mana yuqoridagilar bu fiqhul avlaviyat, fiqhul muvozanatga muhim aloqador bo'lgan temalar. Aloqatu fiqhul avlaviyat bi fiqhul maqasid. Fiqhul avlaviyatning maqasid fiqhga aloqasi. Fiqhul avlaviyat shuningdek shariatning maqsadini tushunishga bog'lanadi. Ulamolar tarafidan birlikda qilingan ish shariatning hukmlari umumatan illati, ya'ni sababi bayon qilingan. Umumatan har bir hukmning sababi, illati bayon qilingan. O shariatning ko'rinib turgan zohirining oqisida shariatning ko'zlagan maqsadlari bor, uni vujudga chiqarishga ko'zlagan maqsadi bor. Jazman Allah subhanahu va taoloning Hakim degan ismlari Qur'oni Karimda 90 necha yerda takrorlandi. Hakim degan bir ishni bikadan baka sababsizlar yo'lga qo'ymaydi. Shuningdek bir narsani bikadan bakag'imi yaratmaydi. Hatta gang ibadet xarakterlik ishlar bor shariatdagi. Uning maqsadi bor. Shuningcha Qur'oni Karim ibodatlarning o'zigimi sabab bayon qildi. Namoz fahsha yomon ishlardan, shariatda cheklangan ishlardan to'sidi. Zakat ularni poklaydi va tuzakkihim, ya'ni ularni poklaysiz va gunoh ma'siyatdan, bexillikdan poklaysiz dedi. Roza la'allakum tattaqun, taqvo bo'lishingiz uchun dedi. Haj ular manfaatga hozir bo'lish, Allohning ismini tilga elish va aslash uchun dedi. Allohning dinini yaxshi tushunganlikdan shariatning taklifdagi maqsadini bilishimiz, hatto o maqsadni amalga oshirishga ishlash uchun, hatto o'zimizga, odamlarga shariatning maqsadi va nishoniga munosabat bo'lmaydigan ishlarda
çığıtып almasligimiz uchun bu bilish yaxshi ish. Mana bu shu jahtidan men sadaqatul fitrini taamdan chiqarish zarur deb chiniqqanlikning bir dalilini ko'rmayman. Her bir muhitte bizim devrimizde. Hatta medeni olsun, şehirligi olsun bu devreden. Bu maksat emas. Bu taam maksat emas. Fakat maksat bu mübarek günde namuratlarını soraş ve kuçudunu çögülüp yürüyüştün saklaş. Men gün kırılıştın burun hacda taş etişini çınıtqanlıqның mənası var deb qaramayman. Gerçi bununla qattiq qıstılançılıq ve yüzlügen kişilerinin tapan ayaqlar astida ölüp ketişi erişip kesimi. Xuddi ötken yılki hac mevsimida bo'lganidek. Adam ölüp ketip qalsımı, onu bilan karımız yok. Şeriatda aşındaq kelgan kun qirlishdan burun atsız taşni deb turganning ma'nosi yok. Şeriatda bunun maksat ekanligiga dalolat qilgan bir narsa yo'q. Balki maksat Allohni aslash, osonlashtirish, harajni ko'tarib o'tish talab qilingan. Muhimi bu yerda o'zgarmas maqsad bilan o'zgarib turadigan vositaning orasini ayirib olish muhim. Yani shariatning maqsadi o'zgarmaydi, vositasi o'zgaraydi. Shunlashqa biz birincisida o'zgarmas maqsadda po'lat tümürdek bo'lishimiz, ikkinchisida yipakdek yumshoq bo'lishimiz lozim. Biz buni Kayfa neta'amalu ma'a sünnet nebaviyye degan kitabımızda aydınlaştırdık. Evleviyet fiqhisinin nusus fiqhisqa alaqısı. Evleviyet fiqhisi şəksiz hem şeriatning neslerini yani tekstlerini tushunishga chetiladi. Çünkü bu evleviyet fiqhisi bu şeriatning nesleri bilen asasi maksat umumi qoidalarning orasida bog'laydi. Şeriatning nesning her bir tekstining maqsadi bor. Maqsad bilan umumi maqsad bilan umumi bir qoida bor, shuni o'rtasida bog'laydi. Shunlashqa juz'iy masalalar kulli meselelerge qaytırıldı, şahtı meseleler, asli meseleler qaytırıldı. Her bir meselenin asli bir maksadı var. Şu maksat için nurgulluğun nesli geldik. Ama biz aşı neslerini, aşı maksatın ruhunu bağlap durup düşünmesek olmaydı. Xuddi mesela cihad desek, onun cihad temisinde nurgun edisler geldi. Nurgun temiler, tekstler geldi. Ama bunun asli maksadı, hedefi ne hedef? Şununla bağlap durup şununla geldi. Bu yerde zür işten birisi kat'i nes bilen zeddi nesnin arasını ayırış, mühkem bilen o neslin mutşabihinin arasını ayırış, zennini kat'inin nurunu düşünüş, mutşabihini mühkeminin ramkisini düşünüş bu bektir. Bu fiqhga en lazım sünnet-i nebeviye nispeten etmek lazım. Bu fiqh yani bu yukarıda diyen fiqh sünnet-i nebeviyeye nispeten etmek lazım. Bu sünnet-i nebeviye köpünce o sünnet-i nebeviye köpünce onu düşünüşte buzukçuluk şuvatıda Kur'an-ı Kerim'den bekrar. Demişka o sünnet-i nebeviye tefsilatta ayrılışıp ketkenligi qarab ve onun nurgun küçük meselelerge ve tadbiqlashga münasebetlik bo'lganligiga qarab. Çünkü sünnette kanun üçün kelgini bu aslisi. Kanun üçün kelmegen, şeriat üçün kelmegeni bu Xurmini ulaş hadisi ve onun o'xshagan. Şu bazıları bizge yol karakterlik
Şeriat karakterlik hadisler var. Bazıları bir unda bulmagan, yani bir tecrübe karakterlik, yani bunda maslahat karakterlik hadisler mi var? Bu bazen hadisler ürpü, yani ürpü karakterlik hadisler var. Bunun beyni bölüş ve tunuş lazım. Sünnet-i Nebevide davamlı kıyamet günlükçülük kanun bulunduğunları var ve ötkünce kanun, yani şu Resulullah zamanında yaşayan ahvalga alakadarlarım var ve umumi teşrikle münasebetlikim var, has teşrikle münasebetlikim var. Bunu muhakkak ilmala tepsili bayan kılıyor. Şuna bunu Resulullah'ın zamanındaki haslarını hasbetti, kıyamet günlükçülükünü kıyamet günlükçülük etti. Bazıları has insanlığa düşkenlerini has insanlığa, anlarını hemen ayırıp düşünüşümüz lazım. Biz bunu sünnetteki kanuni taraf degan sözümüzde bayan kıldık. Sünnet ve siret tadqiqat merkezi yurnulida Es-Sünne Mesderen lil Ma'rifeti vel Hazare degan kitabımızda. Kengiri bölüşni irade kılgan kişi bu işkisiga müracaat olsun. Allah'ın yardımı bilen tevfik buludu. Dersimiz bugün bu yercilik buludu. Bu yukarıdaki dersini yaxşı bölüş, yaxşı düşünüşümüz en mühim. Demek insanın asası 3 nesige kurulgan zürriyat, haciyat, tahsiniyat. Zürriyat degen hayat ininsiz bulmaydıgan bu 5 türlü bölünüdü. Din, can, akıl, mal, uruk, evlat, obro degendek. Haciyat degen ininsiz buluduğun ama meşakkat bilen buluduğunu. Tahsiniyat degen mükemmelleştirdiğin, güzelleştirdiğin. Bana bu oturuştaki muadile. Yaxşılık mu dünyalık, ahiretlik yaxşılık. İkisinden. Dünyalık yaxşılık, ahiretli ziyallık. Ya dünyaga ziyallık, ahiretli yaxşılık. Bunun bölünüdü. Bir neçe türlü bölünüdü yukarıda koyduk. Mana bunu yaxşı düşünüş, yaxşı biliş lazım ve bunun hemmini etraflı tunuşumuz lazım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.